Uyghur soti Xitoyni titirtidi. Uyghur soti xalqaro sahnada tunji qitim Uyg'urning nomi bilan chaqirilgan. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayblab, Uyg'urlar uchun adolat talab qiladigan xalqaro sotdir. Uyg'ur sotining eng dastlabki da'vosi Dunyo Uyg'ur qurultiyining planlanishi bilan 2019-yili 7-oyda boshlangan bo'lib, asli 2020-yili 4-oyda Nürnbergda echilish planlangan xalqaro sot Xitoy virusi sababidan kechiktirilgan. 2020-yili 6-oyda ayni vaqtda Bosniyada irqiy qirg'inchilik yurgizgan Jallat Miloshevich ustidan echilgan xalqaro sotning bosh taftishi bo'lgan dаңliq kishilik huquq advokati Jeffrey Nais Dunyo Uyg'ur qurultiyining iltimosini qabul qilgan. 2020-yili 9-oyda Sir Jeffrey Nais Londonda Uyg'ur sotining tashkillanganligini jakarlagan. Uyg'ur soti xalqaro qonun va kishilik huquq sohasidagi nurg'unlagan nopozliq mutaxassislar, advokatlar, sotchilar va taftishlardan tashkillangan bo'lib, xalqaro qonun tartiblar bilan elib beriladigan mustaqil sot bo'lib hisoblanadi. Bu sot hech qanday davlat va hukumatning yoki ideologiyaning ta'siriga uchirmaydigan, hech qaysi tarafga yon bosmay pakt asosida qonuniy o'lcham bo'yicha hukm chiqaradigan mustaqil sotdir. Shundoq bo'lg'achqa, bu sotning chiqargan hukmi xalqaro jamiyatda kuchli ta'sirga va ishonchga ega bo'ladi. 2021-yili 6-oyda Uyg'ur sotining birinchi qitimliq guvohlik anglash yig'ini o'tkazilgan bo'lib, o'z jinoyatini aniq biladigan Xitoy hukumatı Uyg'ur sotining echilishini to'sib qilish uchun butun kuchi bilan harakat qilibmi, buni ishga oshira olmagan edi. Xitoy hukumatı Uyg'ur sotida guvohlik berganlarning urug' tuqqanlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yolg'onga chiqarish uchun so'zlatish, shohidlarning so'zlarini yolg'onga chiqarish, Uyg'ur sotini qaralash qatorliq razil vositalar bilan Uyg'ur sotining inovatini tushirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ikkinchi qitimliq Uyg'ur soti o'zining fidokorlari va qo'llovchilari bilan texmi zo'r dag'dug'i bilan Londonda echildi. Xitoy sot jarayonida va bundan keyin sotni tashkillovchilarni, sotga qatnashib guvohlik berguchilarni qaralash va ularni sat ko'rsatish uchun Uyg'urlar orasida ziddiyat paydo qilish uchun har xil razil vositalarni qo'llanishi mumkin. Uyg'urlar Xitoyning razil o'yinlaridan har vaqt bakmi sagak bo'lishimiz va o'z ishimizga puxta bo'lishimiz kerak. Xitoyning Uyg'ur sotiga qarshi ta'tir tashviqotlari va ijtimoiy taratqulardagi buzg'unchilik harakatlarga taqobil turishimiz lozim. Vatandagi Uyg'urlarning Uyg'ur sotidan va chet eldagi Uyg'urlardan qanchalik cho'ng umidlarni kutayotganligini har bir Uyg'ur har vaqt esda tutishi kerak. Uyg'ur sotini garchi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh bo'lib xalqaro sahnaga elib chiqqan bo'lsa-mu, bu sotning tashkillanishiga har sohadagi Uyg'urlar va adolat-so'yar insonlar o'zlarining to'hfasini qo'shdi. Shunga bu sot Uyg'urning soti, Uyg'ur millatining haqqoniyat da'vosi, shundaqla dunyoga nisbatan bir adolat sotidir. Bu sotning muvaffaqiyatli tamomlanishi uchun har bir Uyg'ur o'zining vijdoniy burchini ado qilishi kerak. Uyg'ur sotiga qarshi har qanday harakat Xitoyning dushmanlik harakati bilan o'xshash hisoblanishi kerak. Biz Uyg'urlar adolatsizlikka va haqsizlikka sukut qilmaydigan millat. Bugungi kunda biz millat bo'yicha irqiy qirg'inchilikka uchirdik. Olamcha uvolchilik va haqsizlikka duch keldik. Biz o'zimiz duch kelgan bu adolatsizlikka qarab turmaymiz. Uvolchilikka uchirgan har bir Uyg'urning hisobini Xitoydan olamiz. Xitoyni javobgarlikka tortamiz. Shu sababdan butun dunyodagi Uyg'urlarni, Uyg'ur sotini har jihatdan qo'llashga, Xitoyning halokatini tezlatish uchun oshkora va yo'shirin o'z to'hfasini qo'shishga chaqiramiz. Biz Uyg'urlar adolat va haqqoniyat tarafda turib, dunyodagi eng razil va pastkash bir qor kuch bilan elishmoqdamiz. Xitoy ojiz va kuchsiz hisoblagan bir ayolning guvohligidan Xitoyning yuragi titirmoqda, tipirlamoqda.
o'zining to'g'riliqi va haqligi bilan Xitoyning razilligiga qarshi kurash qilib, Xitoyni titratgan adolat suyar Uyg'urning biri ekanligingizni hargizmi unutib qolmang. Uyg'ur sotining muvaffaqiyati har birimizning moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashimizdan ayrila olmaydi.